Hozir bitta labodi полный motorini olib kelishdi, zapchastlarini. Motor ochgan, avtorasxod muammosi bilan galovkasini pachaqlamagan ekan, biz pachaqladik mana. Полный chachdiydi. Chachishdan oldin aytsa, uka galovkani shunday temasdan qaytarib bosib yuboraymi deb o'ylandi. Keyin oxiri yo chachin nima ishi bo'lsa qilamiz, motor qilyapman dedi. Qaranglar. Chachuvdi, avtorasxod qilishiga galovka 70-80% hissasini qo'shib qo'ygan. Qaranglar. Klapan sandilar. Chiqib yotibdi qaranglar. Klapan sandilar hammasi tepa qismi chiqib ketib qolgan. Yirtilib ketgan qaranglar. Klapan sandining qatigan sababini bilasizlar, nimaga qatib qolgan, nimaga singan. Mana qaranglar, prujinasi hammasini chiqib ketib qolgan. Mana shu yerdan yog'ni qisa olmaydida, Porschega gilzaga mana o'tkazib ana. Bu ham hissasini qo'shgan mana avtorasxod qilishiga. Buni qatib qolishiga sabab shu sifatsiz yo'qolganda gaz yo'li paytida uchrab qolgan bo'lishi mumkin ekan. Shuni hisobiga bo'lgan. Prosta boru dahshat. Bu Xudo saqladi, agarda galovkani shunday qaytarib bosib yuborganda motor qilganini foydasi 1 gram ham bilinmadi. Shuning uchun motor qildirayotganda galovkani bo'lni chachib, klapan sanlarni yangilab iloji boricha qo'yib qo'ysanglar, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Like bosib tursanglar bo'ladi.